Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsda React'da conditional renderingni o'rganamiz. Ba'zan biror shartga asoslanib komponentda turli narsalar chiqarishimiz mumkin. Masalan, buyurtma holatiga qarab statusini o'zgartirishimiz yoki mahsulot qolgan yoki qolmaganligiga qarab sotuvda bor yoki yo'qligi haqidagi xabarni ko'rsatishimiz mumkin. Bu jarayon React'da if, mantiqiy va operatori hamda Turner operatori yordamida amalga oshiriladi. Endi amaliyotga o'tamiz. Ishni product status nomli komponent yaratishdan boshlaymiz. Bu komponent isSaved degan props qabul qiladi. Agar isSavedning qiymati true bo'lsa, saqlangan, false bo'lsa, saqlanmagan degan tekstni qaytaradi. Endi komponentni default export qilib, product card komponent ichida chaqirib ishlatamiz. Brauzerni yangilaymiz. Saqlanmagan tekst chiqdi. Endi komponentning isSaved propsini yozib, uning qiymatini o'zgartiramiz. Avval unga true qiymatini beramiz. Saqlangan degan qismi saqlanmaganga o'zgardi. Endi false ga o'zgartirsak, yana avvalgi holatiga qaytadi. isSavedning qiymatini yana true ga o'zgartirib qo'yamiz. Keling yana bir komponentda if ishlatib ko'raylik. Bu komponent nomi product count bo'lsin va count nomli props qabul qilsin. Bu komponent countning qiymatiga qarab 3 xil natija qaytaradi. Birinchi holatda, agar countning qiymati 0 bo'lsa, sotuvda mavjud emas. Agar qiymati 1 bo'lsa, oxirgisi qoldi. Yoki agar bittadan ko'p bo'lsa, sotuvda nechtadir dona bor degan tekst chiqaramiz. Komponentni default export qilib, product card ichida chaqiramiz. Saqlaganimizda sotuvda undefined dona bor degan tekst chiqdi. Bunday holatlar propsga qiymat bermaganimizda yuzaga keladi. Bu muammoning oldini olish uchun propsga default qiymat bersak bo'ladi. Muammo hal bo'ldi. Endi countga biror qiymat berib tekshirib ko'ramiz. Masalan 12. Endi 1 berib ko'ramiz. Oxirida esa 0 qiymat bilan tekshirib ko'ramiz. Mana, yozilgan har bir shart uchun kerakli natijani oldik va shu bilan bugungi darsning if uchun mo'ljallangan qismi tugadi. Endi Turner operatori bilan ishlashni o'rganamiz. Turner operatori vazifa jihatdan if ga o'xshaydi, lekin uning ishlatilish jihati farqi bor. Bularning farqi if bu statement, Turner operatori esa bu expression, ya'ni qiymat qaytaradigan qismda Turner operatorini ishlatamiz. Buni product status komponenti misolida ko'ramiz. Mana shu qismni Turner operatori yordamida qanday yozishimiz mumkin edi? Return qismidan keyin Turner operatori yordamida bu shartni yozamiz. isSaved true bo'lsa saqlangan, aks holda saqlanmagan degan matn chiqadi. Ortiqcha qismlarni o'chirib tashlaymiz. Endi xuddi shu shartni J6 ichida yozib olamiz. Buning uchun div element ichida jingalak qavslar ishlatib shartni yozib, brauzerni yangilasak, avvalgi natija bilan bir xil ishlaydi. Product card komponentga o'tib, yana bir kichik sodda shart bilan Turner operatorini ishlatib ko'ramiz. Bunda agar 2 birdan katta bo'lsa, p element ichida katta degan so'zni, aks holda kichik so'zini chiqaramiz. Agar Turner operatorini to'liqligicha yozmasdan saqlansa, shunga o'xshash xatolik chiqishi mumkin. Operator to'liq yozilgandan keyin esa xatolik yo'qoladi. Agar 2 katta birdan shartini 2 kichik birga o'zgartirsak, ekranda katta so'zi o'rniga kichik so'zi chiqadi. Umumiy holatda Turner operatori qanday ishlatilishini ko'rib chiqdik. Endi navbat mantiqiy va operatoriga. Mantiqiy va operatori. Bu operator Turner operatorining birinchi qismiga biror qiymat yozib, ikkinchi qismiga null yozgan bilan bir xil ishlaydi. Keling mana shu ifodani mantiqiy va operator bilan yozib ko'ramiz. Buning uchun shartni 2 katta birdanga o'zgartiramiz. Ikkinchi qismini o'chiramiz. Bizga qavslar ham kerak emas. Va so'roq o'rniga ikkita ampersand belgisini yozamiz. Xo'p, bu qismini ham o'chirib olsak, bizda natija bir xil. Agar buni 2 kichik birdanga o'zgartirsak, ekranda hech narsa chiqmaydi. Ya'ni buni Turner operatori yordamida yozsak, hammasini orqaga qaytaramiz. Mana shu qism o'rniga null qiymatini bersak ham, boya yozgan qiymatimiz bilan bir xil chiqar edi. Yoki buni shartni yana o'zgartiramiz. Mana ekranda yo'qoldi. Bu operator bilan ishlash juda ham oddiy. Chap tomonda agar true qiymat bo'ladigan bo'lsa, o'ng tomondagi narsa ekranga chiqadi. Agar false qiymat bo'ladigan bo'lsa, ekranga chiqmaydi. Faqat bir holatni hisobga olishimiz kerak. Buning uchun avval Turner operatorini qaytadan mantiqiy va operator bilan yozamiz. Birinchi undefined. Saqlasak, katta so'zi ekrandan yo'qoladi. Null va bo'sh string bilan ham tekshirib ko'ramiz. Natija o'zgarmadi. Va 0.
Ekranga 0 chiqdi. Bu holat qanday ishlaydi? JavaScript chap qismini avtomatik ravishda booleanga o'zgartirgani uchun ifodaning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Oxirida esa React hech narsa chiqarmagandan ko'ra 0 ni ekranga chiqaraman deydi-da, biz xohlamagan qism ekranga chiqib qoladi. Bu odatda mantiqiy va operatorning chap tomonida raqam ishlatilganda yuzaga keladi. Masalan, ba'zan birorta raqam bilan biz tekshirib ko'rishimiz mumkin. Keling oldin birinchi buni e'lon qilamiz. Aytaylik, const number buning qiymati 1 bo'lsin. Bunda katta degan so'z chiqadi. Endi esa numberning qiymatini 0 ga o'zgartiramiz. Ekrandan 0 chiqdi. Ikkinchi holat esa bu massivning uzunligini tekshirish. Masalan, bizda bo'sh massiv bor. Uning lengthini o'zini berib qo'yishimiz mumkin. Agar massiv bo'sh bo'lsa, bu holatda ham 0 chiqib qoladi. Massivga bir sonni qo'shib test qilib ko'rsak, kerakli natijani olishimiz mumkin. Lekin mabodo massiv bo'sh bo'lsa-chi? Bunday holatda sonni 0 dan kattaligiga tekshirsak, o'zimiz istalgan natijani ola olamiz. Mana, bugungi darsimiz ham tugadi. Keyingi darsda ro'yxatlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Ko'rishguncha.